o'zi boshdan bosh 80 ta qism bo'lishi kerak bo'ldi. Keyin 100 ta qismga oshirildi. Keyin 120 ta, keyin 140 ta, hozir shu 150 tacha bo'lsa kerak. Harakat qilib yotibmiz. Voqealar tafsiloti juda ham qiziq bo'lyapti. O'zimga shaxsan qiziq. O'zimiz hayron bo'lib qolamiz bo'layotgan ishlardan. Lekin sizlarga manzur bo'layotganligidan juda ham xursandman. Faqat harakat, mehnat. Va yana bir yangilik aytaman. Rangsiz gullardan so'ng Yasin sinema tomonidan, ya'ni Durdona To'laganovadan yangi serial bo'ladi. U serialda men bo'lmayman, biz damga ketamiz. Ya'ni Rangsiz gullardagi aktyorlar sostavi damda bo'ladi va sizlar xudo xolasa Aysanim Yusupov va Sarvar Isayev, Shohid Rahmonovalarni yangi serialda